Islom dinida har bir musulmon kishi halol rizq talab qilishligi bu albatta farz amal hisoblanadi. Islom dinining asosiy g'oyalaridan biri har bir inson albatta shu dunyoda yashar ekan Alloh taoloning va uning rasulini roziligini olishlikka intilishligi va harakat qilishligi kerak. Qaysidir banda Alloh taborak va taolo va uning rasulini aytilgan buyruqlarni bajarsa va qaytarilgan ishlardan o'zini saqlay olsa, ikkala dunyoda ham albatta baxt va saodatga erishadi. Va shu bilan birgalikda albatta halol va harom degan masalalarga ham alohida musulmon kishi e'tiborli bo'lishligi kerak. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qilib aytadiki: Ey iymon keltirganlar, Allohgagina ibodat qiluvchi bo'lsangiz, sizlarga biz rizq qilib bergan narsalardan, pokiza narsalardan yeb, unga shukr qilingiz deydi. Albatta har bir inson shu dunyoda yashar ekan, Alloh taborak va taolo bergan halol rizqlar bilan rizqlanishlikka harakat qilishligi kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam halol rizq topishlikning fazilati to'g'risida shunday marhamat qilib aytadilarki: kimki tilanchilik qilishdan saqlanishlik uchun, oilasini boqishlik uchun va qo'ni-qo'shnilariga muruvvat ko'rsatishlik maqsadida halol rizq topishlik bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kunida Alloh taborak va taologa yuzi yorug' bo'lgan holatda yo'liqadi deb marhamat qiladilar. Azizlar, albatta har bir musulmon inson harom yo'l bilan kasb-kor qilishlikdan, oila boqishlikdan juda ham ehtiyot bo'lishligi kerak. Chunki harom yo'l bilan topilgan mol-u dunyo bandaga bu dunyoda ham, oxiratda ham albatta azob va mashaqqat bo'lib, unga sharmandachilikni olib keladi. Alloh taborak va taolo oyati karimada shunday marhamat qilib aytadiki: Ey iymon keltirganlar, bir-biringizdan biror muddatga qarz olib qarz bersangiz, albatta uni yozib qo'yinglar deydi. Bu oyati karimadan ma'lum bo'lyaptiki, bu qarz oldi berdi masalasi juda ham bir jiddiy masala ekanligini. Mana shunday ekan, inson albatta qarz olgandan keyin o'z vaqtida uni qaytarishlikka harakat qilishligi kerak. Inson o'ta zarurat bo'lgan holatda, o'ta muhtoj bo'lib qolgan holatda qarz olishligi mumkin. Qarz olgan holatda ham albatta uni vaqtida imkon qadar tezroq berib, albatta o'zini egasini roziligini olishlikka harakat qilishligi kerak. Afsuski jamiyatda ba'zi bir insonlar bo'ladi, qarz olgandan keyin uni qaytarib berishlikka sharoiti bo'ladi, imkoniyati bo'ladi, lekin uni bermasdan cho'zib yurishlik bu albatta zulm bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bundan juda ham qattiq qaytarganlar.